Voy, Zaynab. Qayoqqa ketib qolding? Komolanikiga bormoqchi edim. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Yusufman, yaxshimisiz? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Zaynab siznikidami? Ha, bizarnikida. Hozir borib olib ketaman. Biroz yetib qo'yish ilojisi yo'qmidi? Ertalabdan beri qidiraman. Bolasini tug'ruqxonada tashlab chiqib ketibdi. Bolasi? Voy, Qanaqa bolasi? Kecha tug'gan Zaynab. Bolani tashlab chiqib ketgan. O'zi bordimi siznikiga? Yo'q. Qanaqa qilib borib qoldi? Menga telefon qilib olib keting dedi. O'zi nima bo'lyapti bunga g'alati. Bo'pti, qarab turing. Chiqib ketmasin, hozir boraman. Xo'p, keling. Zaynab? Sen tug'dingmi? Nima tug'aman? tug'ibdimi? Ha, eri shunaqa dedi-yu. Kecha tug'di dedi. Qatdan olib kelding o'zi hozir buni? Choydan, ko'chadan, oyi, radomdan olib kelganim yo'q. Tavba. U hech narsani eslolmayapti-ku, a? Dori ichib olmaganmi? Oyi, hozir shunaqa dorilar chiqqanda, miyani o'chirib qo'yadi.